Vaviloncha hamkorlik. 50 ta tilla tanga. Hech qachon Rodanning vavilonlik nayza tayyorlovchi ustaning hamyonida bunchalik ko'p tilla bo'lmagandi. Podshoh saroyidan chiqqan usta asosiy ko'chadan shahdam yurib kelarkan, o'ta baxtli edi. Tilla tangalarning hamyonida yoqimli jaranglashi Rodanga hayotida eshitgan eng yoqimli musiqa bo'lib eshitildi. 50 ta tillaning hammasi o'ziniki. Usta haliyam o'z omadiga ishonmas edi. Jingir-jingir qilayotgan ana shu kichkina metall parchalari qanchalik kuchga ega-ya. Ularga ko'ngling tusagan barcha narsani, katta hovli joy, yer, mulk, qo'y, tuya, ot va arava, umuman barcha ko'pgina ashyolarni sotib olsa bo'ladi. Boyligini qanday sarflasa bo'lar ekan-a? Hozir singlisi yashaydigan yonbosh ko'chaga burilar ekan, Rodan faqat yonidagi xazina haqida o'ylardi xolos. Bir necha kundan so'ng omadli Rodan tilla taqinchoqlar va noyob matolar bilan savdo qiluvchi Matonning do'koniga kirib keldi. Atrofdagi nozik taqinchoqlarga nazar solmay, to'g'ri do'konning odam yashaydigan ichkari qismiga o'tdi. U yerda endigina qalin gilamga joylashib olgan Maton qora talli qo'li keltirgan taomni yemakka qo'l cho'zib turgan ekan. Boshim qotib qoldi. Nima qilishni bilmayapman. Maslahat bersangizchi, birodar, dedi Rodan eshikdan kirib. Matonning rangpar, kasalmand, sariq yuzlariga tabassum yugurdi. Qanday beboshlik qilib qo'ydingki, menga arz bilan kelibsan? Qimorda yetkazib qo'ydingmi? Yoki bironta jonon boshingni aylantirib qo'ydimi? Men seni ko'p yillardan buyon bilaman. Hali biror marta oldimga yordam so'rab kelmagansan. Menga oltin emas, sening dono maslahating kerak bo'lib qoldi. Ana buni qarang-a. Hech kim sudxo'rning oldiga maslahat so'rab kelmaydi. Yoki quloqlarim noto'g'ri eshityaptimi? Men rost aytyapman. Nahotki usta Rodan barchadan aqlliroq ekan. Chunki Matonning oldiga tilla uchun emas, maslahat olgani kelibsan. Aksariyat bu xonaga yengil-yelpi hayot kechirishlarining oqibatlari va o'z xatolarini tuzatish umidida oltin olgani kelishadi. Ammo maslahat so'rab ilk marta tashrif buyurishdi. Gap shundaki, birodar, boshiga tashvish tushgan kishiga aynan menday odam kerakli yo'l yo'riqni ko'rsata oladi. Ana shunaqa. Sen men bilan birga tushlik qilishing kerak, Rodan. Gapida davom etdi u. Ey, Ando, qulini chaqirdi Maton. Do'stim Radonga chiroyli gilamcha to'shab ber. Ko'pgina noz-ne'matlardan va katta kosada sharob keltir. U mendan maslahat so'rab kelibdi bugun. Rodan aziz mehmon bizga. Qani do'stim, boshingga tushgan tashvishdan so'zlachi. Nima gap? Hamma gap podshohning sovg'asida-da. Podshohning sovg'asini tashvish deb atayapsanmi? Qanaqa sovg'a ekan u? Hukmdorimiz shaxsiy soqchilar uchun men yasab bergan nayzalardan juda xursand bo'lib ketib, 50 ta tilla tanga sovg'a qiluvdi. Endi ularni qanday sarf qilishni bilmay boshim qotgan. Har soatda tanish bilishlar boyligimdan ozgina qarz berib turishimni so'ray yurib jonga tegishmoqda. Bu tabiiy hol. Tillasi borlardan ko'ra oltinga ega bo'lishni xohlovchilar ancha ko'p. Nima ularga yo'q deb ayta olmaysanmi? Irodang boshmi? Ko'pchiligiga yo'q dedim, biroq ba'zan mayli deyish osonroq kechadi. Masalan, jon dilimdan yaxshi ko'rganim singlimga yo'q deya olmayman-ku. Gaping to'g'ri. Singilga so'raganini berib xursand qilish kerak. To'g'ri-ku-ya, lekin u pulni eri arman uchun so'rayapti-da. Erini davlatmand savdogar sifatida ko'rmoqchi. Singlimning fikricha, erining hozirgacha omadi chopmayotganmish. Men tillalarimni berib tursam, oyoqqa turib olib, keladigan daromaddan qarzini qaytararmish. Do'stim, uning gapini bo'ldi Maton. Sen juda jiddiy mavzudan so'z ochding.
Qo'lingdagi tillalar senga ulkan mas'uliyat yuklaydi, do'stim. Do'st birodarlaring bilan munosabatlaringni o'zgartirib yuboradi. Sen boyligingni yo'qotib qo'yishdan yoki tovlamachilik qurboniga aylanishdan qo'rqa boshlaysan. Shu bilan bir vaqtda tilla kuch-qudrat tuyg'usiga cho'mdirib, yaxshilik qilishga ham undaydi. Jonivorlar tilini tushunadigan Niniveyalik dehqon haqidagi masalni eshitganmisan? Mening gaplarimga yaxshilab quloq solib, aytganlarimga amal qilsang, qarz berish tillani bir qo'ldan boshqa qo'lga o'tishdan boshqa narsa emasligini tushunib olasan. O'sha dehqon har oqshom hovlisida jonivorlarning suhbatini tinglab o'tirar ekan. Bir kuni ho'kiz o'zining achchiq taqdiridan eshakka nolayotganini eshitib qolibdi. Men azondan qaro xuftongacha og'ir omochni tortib yurishga majburman. Ayozli qishda va jazirama yozda oyoqlarim og'rib, bo'ynim qotib qolsa ham baribir ishlashga majburman. Sening esa vaqting chog' o'tadi. Ustingga baxmal yopishadi va sen xo'jayinni mindirib yurasan xolos. Agar xo'jayin hech qayoqqa bormasa, kechgacha mazza qilib maysalarni chimdib yotasan. Eshak tabiatdan ahmoq bo'lsa-da, ho'kizga rahm kelibdi. Do'stim, debdi u. Ishing nihoyatda og'ir, bilaman, qo'limdan kelganida jon deb yordam berardim. Men senga dam olish yo'lini o'rgataman. Ertalab qul seni bo'yningga omoch ilishi uchun kelganida yerga yotib olib bo'kiraver. Shunda u ho'kiz kasal bo'lib qolganini bugun ishlolmaydi deb o'ylaydi. Ho'kiz eshak aytgandek qilibdi va qul sohibining oldiga kelib, ho'kiz kasal bo'lib qolganini, bugun omochni umuman torta olmasligini aytibdi. Unday bo'lsa, debdi dehqon, eshakni dalaga olib chiq, bugun u ishlasin. Do'stiga maslahati bilan yordam bermoqchi bo'lgan eshak kechgacha o'zi ishlashga majbur bo'libdi. Kechqurun bo'ynidan og'ir omochni yechganlarida horiganidan oyoqlarida arang turardi. Dehqon ikkovining suhbatini tinglash uchun yana hovliga chiqibdi. Sen haqiqiy do'stsan, debdi ho'kiz. Dono maslahating tufayli kechgacha mazza qilib dam oldim. Men esa e'tiroz bildiribdi eshak. Barcha rahmdillar birovlarga yordam berishni xohlovchilar singari sening o'rningga ishlashga majbur bo'ldim. Endi ishdan bo'yin tovlama. Chunki agar ertaga ham yer hayday olmasang, xo'jayin seni qushxonaga topshirib yuborishni quliga tayinladi. O'zim eshitdim. Menimcha to'g'ri qiladi, chunki sen yalqovsan. Ular bir-birlariga boshqa so'z demadilar va o'rtadagi do'stlik ham barham topdi. Endi menga qissadan hissa chiqarib bera olasanmi? Ancha ta'sirli hikoya ekan, javob berdi Rodan. Lekin ma'nosini men anglamadim. Xulosa oddiygina. Agar do'stingga yordam bermoqchi bo'lsang, shundoq qilginki, uni ezayotgan tashvish sening boshingga tushmasin. Ha, to'g'ri. Chindan ham oqilona hikoya ekan. Aslida ham singlimning erini omadsizligini o'zimga olmoqchi emasman. Menga qara, Maton, sen ko'pchilikka qarz berasanmi? Olgan pullarni qaytarishadimi? Maton ko'pni ko'rgan kishilardek ma'noli jilmaydi. Tillalaring o'zingga qaytishiga ko'zing yetmasa, qarz berib bo'larkanmi? Tillasi qanday maqsadlarga ishlaydi va bu hamkorlikdan foydasi bilan qaytib kelmasligini aniqlay olmagan sarmoyador bu hunarini tashlash kerak. Qarz berish pulni ko'kka sovurishmi yoki daromadli ishmi? Shuni ko'ra bilish ham aql zakovat belgisidir. Hozir men senga qarzdorlar garovga tashlab ketgan buyumlarni saqlaydigan omonat sandig'imni ko'rsataman. Maton xonaga ustiga qizil balqut yopilgan va yon atrofi bronza taxtachalardan bezalgan sandiqni olib kirdi. Uni polga qo'yib, qopqog'ini ochdi. Har kimga qarz berayotganimda, evaziga undan biror buyumni garov olib qolib,
to pullarini o'zimga qaytarmagunicha shu sandiqda saqlayman. Pulimni olib kelganlarida buyumlarni qaytaraman. Aksi bo'lsa, mening ishonchimni oqlamaganlardan esdalik sifatida ashyolar menda turadi. Boy kishilarga qarz berish xavfsizroq, chunki ularning yer mulki, qimmatbaho zeb-ziynatlari, tuyalari bor. Qarzini to'lay olmasa, ularni sotishi mumkin. Ba'zan bahosi olgan pulidan bir necha bor katta taqinchoqlarni garovga qoldirishadi. Ba'zan mabodo qarzini o'z vaqtida qaytara olmasa, yer mulklarini menga o'tkazishlari haqida tilxat yozib qoldirishadi. Shu yo'l bilan men o'zimni nopok qarzdorlardan himoya qilaman. Qarz oluvchilarning boshqa toifasi ham bor. U insonlar mehnat qilib pul topa oladilar. Ular qatoriga sen ham kirasan. Agar ular halol bo'lsalar yoki baxtsizlikka yo'liqmasalar, o'z vaqtida olgan pullarini foydasi bilan qaytaradilar. Shunaqa odamlarga qarz bersam, insonparvarlik qilgan bo'laman. Yana shunaqa insonlar ham uchraydiki, ularda na mol-mulk, na daromad bor. Hayot nihoyatda shafqatsiz. Hamma ham hayotida o'z o'rnini topa olmaydi. Unaqalarga men shunchaki pul berganimda allaqachon xonavayron bo'lardim. Lekin shu bilan birga ularni o'z kulfati bilan yolg'iz qoldira olmayman. Va agar do'stlari, oshnalari halol insonligini tasdiqlab, kafillikka olishsa qarz beraman. Mana qara. Maton sandiqdan bronza ziynat buyumni oldi va qip-qizil matosidan chiqarib ohista siladi. Taqinchoq umrbod menda qoladi. Boisi uning xo'jayini olamdan o'tgan. Men bu taqinchoqni uning sohibini qadrlagandek juda qadrlayman. Chunki u do'stim edi. Do'stim sharqdan sohib jamol qizni olib kelgunicha mening savdodagi sherigim edi. Butun Vavilonda undayin go'zalni topa olmas edingiz. Do'stim bor yo'g'ini shu Hurulqoning ko'nglini olish yo'lida sarflab yubordi. Aql hushini yo'qotib qo'ygandek edi go'yo. Tillalari tugagach, oldimga g'amgin holda keldi. Men birodarim bilan uzoq suhbatlashdim va hammasini qayta boshlash uchun yordam berishga va'da qildim. U ertayu kech tinimsiz mehnat qilishni aytib, hamma avliyolarni o'rtaga qo'yib qasam ichdi. Biroq orzulari amalga oshmadi. Ikkovlari janjallashib qolishganida ayol uning yuragiga pichoq sanchigan. "Qizchi?" so'radi Rodan. Mana shu taqinchoq undan qolgan bor yo'q buyum. Maton qizil matoni yana mehr bilan siladi. Qilib qo'ygan ishidan qo'rqib ketgan qiz o'zini daryoga tashlagan. Bu ikki qarz endi hech qachon qaytib kelmaydi. Qiz hayajonga berilgan insonlar bizzaqilar uchun juda xavflidirlar. Rodan, shuni bilib qo'ysang, foydadan xoli emas. Mana bu esa butunlay boshqa tarixdan hikoya qiladi. Maton yovvoyi buqa suyagidan yasalgan uzukni qo'liga oldi. Bu uzuk bir dehqonniki. Men uning xotinidan gilam sotib olaman. Qurg'oqchilik kelib, ularning oilasi och qoladi. Men dehqonga yordam berdim va u yangi hosilni yig'ib terib olganidan so'ng qarzini qaytaradi. Ertasiga dehqon qaytib kelib, uzoq yurtlardan kelgan savdogarlar o'sha yoqlarda yashovchi g'aroyib echkilar haqida gapirishganini aytdi. Ularning uzun va mayin junidan go'zallikda beqiyos gilamlar to'qsa bo'larkan. Dehqonning safarga borib bir otar echkilar keltirish uchun pul so'radi. Men unga aytgan tillasini berdim. Hozir u echkilar bilan qaytib kelgan. Yanagi yil men Vavilon boylarini nodir gilamlar bilan lol qoldiraman va ular bundayin gilamlarga ega bo'lmoq uchun bor davlatlarini ayamaydilar. Ertaga dehqon qarzini to'lab, uzugini olib ketadi. Nahotki qarzdorlar qarzini to'lashga shoshilsa? Hayron qoldi Rodan. Agar ular olgan foydalardan qarzini to'lasa, bu menga ma'qul. Ammo insonlar shaxsiy byudjetidan yirtiqni yamash uchun qarz so'rasa, men pul berishdan oldin 100 bora o'ylab ko'raman.
Mana bu buyum haqida gapirib beringchi, iltimos qildi Rodan. Sandiqdan og'ir, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan tilla bilak uzukni chiqarib, "Mening do'stimga ayollar yoqadi shekilli." Maton ma'noli tirjaydi. "Men ham qari emasman", e'tiroz bildirdi Rodan. "Mening bunga shubham yo'q, ammo bu safar sevgi tarixini eshitaman deb ovora bo'lma." Bilak uzukning egasi semiz yuzlarini ajin bosgan kampir. Uni eslashim bilanoq badanimga titroq kiradi. Qachonlardir kampir shoning puli ko'p bo'lgan, lekin og'ir damlar kelib, oilasi qashshoqlashib qoladi. Ayol yakkayu yagona o'g'lini savdogar qilmoqchi bo'ladi va tilla so'rab menga murojaat etadi. Shunday qilib kampirning o'g'li bir shahardan mol sotib olib, uni boshqa shaharda sotadigan savdo karvonining xo'jayiniga sherik bo'lib oldi. Savdo karvonining xo'jayini firibgar ekan. Bechora o'smirni begona shaharda pulsiz, buyumsiz qoldirib, bor budini o'g'irlab qochib ketgan. Yigitcha balog'atga yetsa, qachonlardir qarzini qaytarar, ammo hozircha quruq va'dalar olyapman xolos. Baribir meni yutqizmadim, chunki bilak uzukning narxi men bergan pullardan ancha baland. Kampir sendan maslahat so'ramabdi-da. Qarzdan ko'ra anchagina foydali bo'larmidi? Afsuski maslahat so'ramadi. U ayol o'g'lini davlatmand, qo'lini cho'zsa har tarafga yetadigan qudratli kishi sifatida tasavvur qilib, hech narsani eshitishni istamadi. Tavakkal qilayotganimni bilardim-u, lekin kampir garovga qo'yayotgan bilak uzukni ko'rib, yo'q deya olmadim. Manavi esa hikoyasini davom ettirdi Maton. 3 tugilgan qora arqonni sandiqdan chiqarib. Tuyalar savdosi bilan shug'ullanadigan Nebaturuga tegishli. U kattaroq uyurpoda sotib olmoqchi bo'lsa-yu, puli yetmasa, menga murojaat etadi. Nebaturu oqil savdogar. Men unga ishonaman. Shuning uchun so'raganini beraman. Mening ishonchimni oqlagan bir so'zli tojirlar Vavilonda anchagina. Ularning garovga qoldirgan buyumlari sandig'imda ko'p turmaydi. Diyonatli savdogarlar shahrimizning faxri. Vavilonda savdo sotiq doimo avjida bo'lishi uchun ularga yordam berishdan men ham manfaatdorman. Maton sandiqdan bir yuzadan o'yib ishlangan qo'ng'izchani olib, nafrat ila polga irg'itdi. Misrdan olib kelingan arzimas matoh. Bergan tillalarimni qaytarib olamanmi yo'qmi? Buning egasi yosh yigitcha baribir. Qarzingni qachon qaytarasan deb so'rasam, qora qismat meni ta'qib qilib yotibdi-yu, qanday to'layman? Pulingiz shundoq ham ko'p-ku desa bo'ladimi? Aytchi, men nima qilishim kerak? Buyum yigitchaning otasiga tegishli edi. Bechora o'g'lining orzusini amalga oshiraman deb yer mulkidan, qo'ylardan musvo bo'ldi. Yigitcha oldin muvaffaqiyatli ish olib borayotgan edi, biroq keyin u o'zini buyuk savdogar deb his qildi-yu, ammo bilim va tajribasi yo'qligidan inqirozga uchradi. Yoshlik beboshlik. Ular boyishning tez va oson yo'lini, boylik orqasidan keladigan ko'ngil xushliklarni qidiradilar. Tez foyda olish uchun yoshlar qarzga botib, o'ylamay ish boshlaydilar. Maqsadsiz qarz olish bu keyinchalik yuqoriga o'rmalab chiqib ketish juda mushkul bo'lgan o'ra misol ekanligini ular anglamaydilar. Umuman olganda yoshlarning qarz olishiga men qarshi emasman, aksincha xursand bo'laman, faqat oldinda oqilona va aniq maqsad bo'lishi shartligini tushuntiraman. O'zim ham ilk foydamni qarzga olgan tillalarimdan topganman. Endi men nima qilishim kerak, o'zing aytchi. Ish ters ketganidan yigitcha tushkunlikka tushib qolgan, hamma narsaga behafsala. U qarzini to'lash uchun umuman harakat qilmayapti. Otasidan yer mulk va qo'ylarni tortib olish menga ham og'ir. Sen menga ko'p qiziq voqealarni aytib berding. Do'stning so'zini bo'ldi Rodan. Lekin savolimga javob olmadim. Singlimning eriga 50 ta tilla tangamni qarz berib turaveraymi? Bu pullar men uchun katta ahamiyatga ega-da. Singling ajoyib ayol.
Men uni juda hurmat qilaman. Agar uning eri kelib mendan 50 tilla tanga berib turishimni so'rasa, men undan pulni qanday maqsadlar uchun ishlatasan deb so'rardim. Agar u savdogar bo'lmoqchi ekanini, ayni menga o'xshab qimmatbaho toshlar va noyob mebellar oldi-sottisi bilan shug'ullanmoqchi ekanligini aytsa, men yana savdo qilish kasbini bilasanmi? Molni qayerda arzon narxga sotib olish mumkinligidan xabaring bormi? Keyin uni qaysi shaharda qimmatga sotasan deb so'rardim. Kuyoving hamma savollarimga ha deb javob bera oladimi? Yo'q, javob bera olmaydi. Tan oldi Rodan. U oldinlari menga qarashardi, keyin biroz vaqt do'konlarda ishladi. Unday bo'lsa men unga sening qaroringda oqillik yetishmaydi. Savdogar o'z ishini yaxshi bilishi lozim degan bo'lardim. Orzu havasning o'zi kamlik qiladi. Tabiiyki kuyovingga qarz bermasdim. Mabodo singlingning eri, ha, men savdogarlarga ko'plab yordam berib yurganman. Qaysi yo'ldan Simirnaga borib, u yerdan arzon garov gilamlardan sotib olishni uddalayman. Vavilonda yashaydigan ancha-muncha davlatmand kishilarni taniyman va ularga gilamlarimni qimmat narxda sotish qo'limdan keladi deb javob bersa, unda men maqsading, xatti-harakating maqtovga sazovor. Agar menga pullarni qaytara olish haqida kafolat topshirsang, senga jon deb 50 tilla qarz berib turaman, derdim. Lekin kuyoving men hurmatga sazovor kishiman, shuning o'zi kafolat bo'lmaydimi desa, men unga sandig'imdagi har bir tangani juda qadrlayman. Axir Simirnaga ketayotganingda karvoningga qaroqchilar hujum qilishi, tillalaringni yoki molingni tortib olishi mumkin-ku. Unda qarzingni qanday to'laysan, derdim. Bilasan, Rodan, tilla bu mening mol jonim. Uni qarzga berib yuborish juda oson, ammo o'ylamay ish qilinsa, chapak chalib qolaverasan. Bergan tillalarini qaytib kelishini ta'minlay olsagina, u aqlli odam bo'ladi. To'g'ri, boshiga tashvish tushganlarga, taqdiru azaldan kaltak yeganlarga yordam berish savobli ish albatta. O'z ishini endi boshlamoqchi bo'lib turgan yoshlarga ham yordam qo'lini cho'zish foydadan xoli emas. Chunki men ular hayotda muvaffaqiyat qozonib, hurmatli kishilarga aylanishlarini istayman, ammo ko'maklashish oqilona bo'lmog'i lozim. Aks holda boshida hikoya qilib berganimdek eshakning holatiga tushib qolish mumkin. Yana savolingga javob bermadim-a? Quloq sol, Rodan. 50 ta tillani o'zingda qoldir. Sening mehnating evaziga berilgan mukofot faqat senga tegishli va ulush so'rashga hech kimning haqqi yo'q. Mabodo o'zing xohlasang va tillalaringni qarzga berib, 3 hissa ko'paytirib qaytarib olishga ko'zing yetsa, unda marhamat. Tilla o'lik mol bo'lib yotishiga men ham qarshiman, ammo tavakkal qilishni ham yoqtirmayman. Xo'sh, nayza yasovchi usta bo'lib ishlayotganingga necha yil to'ldi? 3 yil. Podshohimizning sovg'asini hisobga olmaganda qancha pul yig'ding? 3 ta tilla tanga. Har yili bittadan tilla yig'ish uchun anchayin kamtarona hayot kechirgandirsan. Xuddi shundoq. Unda aytchi, hayot lazzatlaridan voz kechib 50 yil og'ir mehnat qilib, sen 50 ta tilla yig'a olasanmi? Ha, albatta yig'a olaman. Singling uzoq yillar qiyinchilikda mashaqqat chekib topgan 50 tillani o'zini buyuk savdogar hisoblayotgan erining orzu-havaslari domiga tashlay oladimi? Agar sening so'zlaring bilan gapiradigan bo'lsam, menimcha bunday qilmaydigan bo'ladi-yo. Unda singlingning uyiga borginda, men 3 yil ertadan kechgacha nafsimni tiyib mehnat qildim. Har bir og'ir kechgan yilda bittadan tilla tanga orttirdim. Sen mening suyukli singlimsan, ering savdogar bo'lmoqchi ekan, qarshiligim yo'q. Ammo
ering menga o'z savdo rejasini ko'rsatsin, agar uni do'stim Maton oqilona tuzibdi deb ma'qullasa, unda men hech ikkilanmay pullarimni qarzga berib turaman. Va ering muvaffaqiyat qozonib olishini isbotlash kerak degin. Agar kuyoving qo'lidan biror bir ish kelishini isbotlay olmasa, pulni qaytaraman degan so'zlari quruq gap xolos. Savdo sotiqdan juda ham ko'p tilla ortib qolayotgani uchun ham men hamkorlik bilan shug'ullanaman. Mening ortiqcha tillalarim boshqalarning pul ishlab topishida yordam berishini istayman. O'zim ham bundan albatta manfaatdorman. Lekin bu tillalarimni duch kelganga osonlikcha berib yuboraman deganim emas. Axir men ham ularni og'ir mehnat qilib topganman-da. Shuning uchun qaytarishlariga ko'zim yetmasa va foyda ko'rishga ishonmasam, hech qachon qarz bermayman. Men senga Rodan mana bu ajoyib sandig'imning ko'p sirlarini ochdim. Buning ichidagi buyumlarga qarab turib, sen insondagi ojizona o'y, havaslar u qaytarishning sira iloji bo'lmasa-da, baribir qarz olaverishdek ulkan xohishni tasavvur qilasan. Ko'pincha katta umid ko'zi bilan boqilgan tadbirlar mehnat qilishga layoqat va o'quv yo'qligi boisdan puch xom xayolga aylanadi. Hozir sening yoningdagi tillalar Rodan senga yanada ko'proq tilla ishlab berishi mumkin. Agar boyligingni asrab avaylasang, tillalaring senga katta daromad keltirib, hayotingni quvonch va shodliklarga to'ldiradi. Mabodo ozgina ehtiyotsizlik qilsang, tamom. Pullaring qo'ldan ketib, umringning oxirigacha afsus nadomat qilib o'tasan. Hamyoningda saqlayotgan tillalarni nima qilmoqchisan? Men ularni asrab qolmoqchiman. Yaxshi javob berding, ma'qulladi Maton. Ko'ryapsanmi? Sening birinchi xohishing boyligingni asrab qolish. Nima deb o'ylaysan? Tillalaringni singlingning eriga bersang, qaytarib olishga ko'zing yetadimi endi? Pullarim qo'ldan ketadimi deb qo'rqaman. Chunki u tillani aylantirish san'atidan bexabar. Demak, boshqalar oldidagi mas'uliyat haqida o'zingni qiynab, turli xayollar bilan boshingni qotirma. Agar oilangga va do'stlaringga yordam bermoqchi bo'lsang, boyliging qo'ldan ketmaydigan boshqacha usul top. Esdan chiqarma. Oson boyishdek xom xatalar rejalarga boyligingni tiksang, tillangdan musvo bo'lasan. Agar tillalaringni asrab qolsang, ularni nima qilmoqchisan? Menga ishlab ko'payishlarini istayman. Oqilona javob berding. Tilla savdoda aylanib daromad keltirish uchun yaratilgan Allohning ne'mati. Aql zakovat bilan ishonchli amaliyotda aylantirilsa, insonning boyligini yoshligidayoq 2 barobar ko'paytirishi mumkin. Agar tavakkalga ish tutsang, pul oluvchini yaxshilab surishtirmasang ham xavf ostida qoladi. Sen ishonchli, kafolatli, halol odam bilan hamkorlik qil. Bemaqsad ko'p so'zlovchilardan qoch. Shuning uchun darhol ulkan foyda olishni orzu qiluvchi taka saltanglarning amalga oshmas rejalariga hech qachon uchma. Ular odatda savdo-sotiq san'atini bilmaydilar. Ozroq daromad olsang-da, biroq boyligingni umring davomida asrab qolasan. Hamkor qidirsang, tajribali, ishida muvaffaqiyatga erishgan, aql-xushli tojirlar orasidan qidir. Shunda sening tillalaring ularning rahbarligi ostida doimo daromad keltiraveradi. Shunda sen o'z otalaringning dono maslahatlaridan foydalana olmagan boy xonadonning o'g'illari yo'liqqan qismatga duchor bo'lmaysan. Rodan dono pan-nasihatlar uchun do'stiga minnatdorchilik bildirganida, Maton yana gap boshladi. Podshohning sovg'asi senga buyuk donishmandlik manbai bo'lib xizmat qilsin. Chindan ham 50 ta tillangni asrab qolmoqchi bo'lsang, juda ehtiyot bo'lishing kerak. Yo'lingda seni ko'plab shaytoniy hislar kutib turibdi. Odamlar sendan maslahatini ayamaydi. Ulkan foyda olishni ko'zlovchi rejalar taklif qilinadi, biroq mening sandig'imdagi buyumlar tarixi seni ogohlikka chorlaydi.
Mabodo puling qaytib kelishiga ko'zing yetmasa, bitta tangani ham qarzga bera ko'rma. Mabodo yana mening maslahatimga ehtiyoj tug'ilsa, xohlagan paytingda uyimga kelaver. Mana qara, sandig'imning qoppog'iga o'yib yozilgan so'zlarni o'qi. Ushbu maqol ham qarz ko'targanga, ham pul berganga bir xil taalluqli. Ulkan afsus nadomatdan ko'ra ozgina hushyorlik afzal.